Toshkent shahridagi Zakovat Arena majmuasida Talaba Expo 2025 ko'rgazmasi davom etmoqda. Ikkinchi kundan o'rin olgan tadbirlar joriy yilning 14-fevral kuni davlat rahbarining yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqoti doirasidagi loyihalarga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Yoshlar ishlari agentligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, qator moliyaviy muassasalar, vazirlik hamda idoralarning hamkorligi bitiruvchi yoshlar uchun startap loyihalaridan tortib, kafolatli ish o'rni bilan ta'minlanishgacha imkoniyat bermoqda. Kun voqealiklariga muxbirimiz to'xtaladi. Yangi imkoniyatlarning boshlanish nuqtasi deb qaralayotgan talabalar festivali respublikamizning barcha hududlaridagi yoshlar uchun manfaatli bo'lmoqda. Navbatdagi kunda asosiy maydonni tijorat banklari egalladi. Davlat rahbari tomonidan yoshlar ishsizligiga barham berish uchun 400 million dollar ajratilishi belgilangandi. Unga ko'ra, Milliy bank bitiruvchilarning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlashi, Aloqa bank esa yoshlarning startaplarni tatbiq etish uchun yoshlar bankiga aylantirilgan edi. Ko'rgazma doirasidagi taqdimotlarda bank, bitiruvchi talaba va tadbirkorlarning ochiq muloqoti o'tkazildi. Biz O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasidan tashrif buyurdik. Hozirgi kunda talaba yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. 18% dan iborat bo'lgan kreditlar haqida ma'lumot berildi. Bu talaba yoshlar uchun juda katta imkoniyat. Bizdan tashrif buyurgan talabalar asosan o'quv markazlari ochish, bundan tashqari logoped markazlari ochish bo'yicha o'zlarining loyihalarini taqdim etishdi. Kelajakka qadam loyihasi tadbirkorlik qilish ishtiyoqidagi bitiruvchilarning biznes loyihalarini moliyalashtirish uchun xizmat qilyapti. Hurmatli Prezidentimizning 61-qarorlari asosida Milliy bankimizda kelajakka qadam markazi ochildi. Mana shu markazda bitirib kelayotgan talabalarimizni g'oyalarini moliyalashtirish uchun 10 million so'mdan 1 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Dastur asosida har bir oliy ta'lim tashkilotlarimizga biriktirilgan kelajakka qadam markazlari ochilib, talabalarimiz shu yerga o'z biznes loyihalarini taqdim qilishyapti va mana shu kungacha o'sha g'oyalarni moliyalashtirib kelmoqdamiz. 20 mingga yaqin talaba yoshlar kun davomida turli loyihalar bo'yicha uchrashuvlarda ishtirok etishdi. Mehnat yarmarkalari, ilm-fan sohasidagi yutuqlarni biznesga tatbiq etish, taqdimotlar, xalqaro loyihalarni integratsiya qilish kabi dasturlar samarali natijalarni jamlagan yo'nalishlar bo'ldi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti bitiruvchisiman. O'zimizning yo'nalishimizdan tashqari tadbirkorlik bilan shug'ullanishni ham keng yo'lga qo'yishimizga imtiyozlar ajratilganligi, bizga shart-sharoitlar ajratilganligi haqida tanishib va ma'lumotlarga ega bo'ldik. Albatta bundan foydalanamiz, harakat qilamiz. Talabalar shaharchasidagi qariyb 500 metrli yo'l bo'ylab ish beruvchi korxonalar va idoralar tomonidan burchaklar tashkil etilgan. Taklif va tashabbuslar aynan shu yerda uyg'unlashtirilyapti. Talabalar festivali doirasida bo'lib o'tayotgan aynan Talaba Expo 2025 ko'rgazmasi aynan talaba yoshlarga bo'sh ish o'rinlarini yaratish va o'z startaplarini taqdim etish va loyihalarini yetakchi tashkilot rahbarlari ko'rsatish uchun imkoniyat yaratib berayotgan ko'rgazmalardan biri bo'lib kelmoqda. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan Top Couch platformasi bor. Mana shu platforma haqida tushunchaga ega bo'ldim. Xorijiy universitetlarga hujjat topshirayotganimda bu menga yaxshi imkoniyat yaratib bermoqda mana shu platforma. Shuningdek, festival doirasida aktyorlar, shou-biznes vakillari bilan ham suhbatlar o'tkazildi. Talaba Expo 2025 ko'rgazmasi 23 may kuni yakunlanadi. Diyorbek Abdurahmonov, Jahongir Qosimov, yoshlar.